Bu reklama emas. Sof savdo internet magazini 2016-yildan buyon tajribasidan o'tgan va sifati a'lo darajadagi mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz ozdiruvchi va semirtiruvchi mahsulotlar, gijjalarni yo'qotuvchi, bundan tashqari jinsiy zaiflik, prostata, urologik va ginekologik tomonlama kasalliklarga yechim, teri kasalliklari uchun yuzdagi qora dog'lar, psoriaz, vitiligo ya'ni oq dog' kabi ko'plab teridagi muammolarga yechim topish mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh Eronga qarshi taktik yadro qurolidan foydalanadi. AQSh Eronning Fordodagi uranni boyitish bo'yicha mustahkam yadro obyektiga qarshi taktik yadro qurolidan foydalanishni istisno qilmayapti. Manbaning bildirilishicha, AQSh harbiylari bunkerni yorib qiruvchi bombalarning samaradorligiga shubha qilmaydi va ular yordamida Eronning yadro zavodini yo'q qilish mumkin deb hisoblaydi. Shunday qilib, Donald Tramp ma'muriyati gazetasidagi xabarlarga raddiya bergani yo'q. Mazkur nashr avvalroq harbiylar Fordodagi obyektni faqat taktik yadro zarbasi bilan yo'q qilish mumkin deb hisoblayotgani, biroq AQSh prezidenti bu variantni rad etgani haqida yozgan edi. Bundan avval esa Axios nashri Tramp 13,000 tonna og'irlikdagi rusumli bunkerni yoruvchi bomba 90 metr chuqurlikda joylashgan yer osti zavodini ishonchli tarzda vayron qila olishiga shubha bilan qarayotganini yozgan. Shu bilan birga AQSh Mudofaa departamentiga qarashli harbiy xavflarni kamaytirish agentligi Fordodagi yadro obyektining yo'q qilish uchun avval yer qatlamini oddiy bombalar bilan yumshatish, keyin esa u yerdagi bombardimonchi samolyotdan yadro bombasini tashlash kerakligini ta'kidlab o'tdi.